Barselona muxlislari Rafinyaning o'tgan yilgi prime davrini Ronaldoning 2008-yilgi prime davridan kuchli, ishonmasangiz solishtirib ko'ring deya da'vo qilishmoqda. Keling unda solishtiruvni boshlaymiz. Yuragingiz dosh bersa oxirigacha ko'ring. Yakun albatta dahshat. Bundan oldin hoziroq kanalimga obuna bo'ling. Eslatib o'taman, bu futbolga oid eng zo'r sahifa. Demak, gol plus pas sistemasida Ronaldoda 38 ta gol, 3 ta assist, umumiy 41 ta gol plus pas. Rafinyada esa 39 ta gol, 23 ta assist, umumiy 62 ta gol plus pas. Rafinya oldinda 1-0. Chempionlar Ligasidagi gol plus pas sistemasida Ronaldoda 15 ta, Rafinyada esa bu ko'rsatkich 22 ta. Bu borada ham Rafa ustun 2-0. Hujumda xavfli vaziyatlar yaratish bo'yicha Ronaldo 76 marta xavfli hujum tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich Rafinyada esa 147 tani tashkil etadi. 3-0 Rafinya peshqadam. Driblinglar bo'yicha olamiz. Bunda Ronaldo 98 ta dribling qilgan, Rafinya esa 102 ta. 4-0 Rafa hisobni iriklashtirib qo'ydi. Jamoaviy sovrinlar har ikkitasida 3 tadan, demak 1 ochkodan beramiz. 5-1 farq o'shaligicha qolmoqda. Rafinya oldinda. Do'stlar, kulminatsiyaga keldik. Shaxsiy sovrinlarni solishtiramiz. Ronaldoda shaxsiy sovrinlar: oltin to'p, APL oltin butsasi, FIFAda yilning eng yaxshi o'yinchisi, UEFAning yil hujumchisi, Premier Ligada yil o'yinchisi va 2008-yil Pushkash g'olibi. Rafinyada esa shaxsiy sovrinlar soni 0 ga teng. Endi o'zingiz ayting, xo'sh, qaysi biri kuchliroq? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.